Assalomu alaykum. Toshkent shahar Chorsu Gul bozor gul ishqibozlari yaxshimisizlar? Tuzumsizlar, xonadoninglar tinchmi? Mana bugun ancha uzoq muddatli tanaffusdan keyin yana sizlar bilan har doimgidek muhomadali. Mana bizning hovlimizda chiroyli bo'lib mahruy ramashkalar ochilgan. Va bu linka krasatulinkani ramashkalaridan mana qaranglar, juda ham chiroyli. Mana bitta kubani atroflarimiz ochilgan. Bardoviylar ochilgan, mana juda ham chiroyli bo'lib. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Mana bu piyastrumlarimizni ko'paytirishga qo'yib qo'yganmiz ekan. Mana bu atroflarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib ochilgan. Qaranglar. Mana zina gullarimiz ochilib yotibdi. Chiroyli bo'lib. Qaranglar, ranglarini ham chindan sochniy bo'lib turibdi. Mana bu xillar fiturlarimizni qilib qo'yganmiz. To'ychalarga ekib, chiroyli qilib. Mana bu ustomamiz. Qaranglar. Gullari juda ham chiroyli. Nima bo'lib ochilib yotibdi. Mana bu petuniyalarimiz. Bular ham juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Qaranglar. Chanqab qapti, hozir suvni qo'yib qo'yamiz. Mana zinalarni qaranglar, juda zo'r bu. Qulupnikalarimiz. Mana garimdorlarimiz. Qaranglar. Juda ham zo'r. Mana bu liliyalarimiz ochilyapti, gollandskiy liliyalarimiz. Hozir yana o'tib ko'rsataman. Mana sarig'i, mana neobichniy rangi ochilganda ma'lum bo'ladi. Juda ham zo'r. Bu yo'llarimiz mana gul biyorlarimiz chiqibdi. O'z urug'idan to'kilib chiqqan bular. Hech kim ekmagan. Mana gul tojaqrozlarimiz chiqib yotibdi. Miyatalar. Mana bu qulupnikalarimiz gullab, mevaga kirib, hosillarga kirib yotibdi. Qaranglar. Mana karliki yaponskiy garimlaridan. Ular chiroyli bo'lib yotibdi. Mana sariq xrizantemalarimiz ochilgan. Oq fiyollarimiz. Kuygeniklarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Qaranglar. Juda ham chiroyli. Bular esa ochilib bo'ldi. Hech vaqtim, imkonim bo'lmadi sizlarga olib ko'rsatganim. O'zi maza qilib tomosha qilardinglar. Mana bu galboy ramashkalar ham ochilib yotibdi, chiroyli bo'lib. Atroflar ranglarini qaranglar. Juda ham chiroyli. Kubanalarimiz. Mana angliskiydan hidli bo'ladigan atroflarimiz. Asi chiroyli bo'lib shoxlari. Buni hidi vashim zo'r. Maza qilasizlar. Qilasizlar. Mana bitta oqman. Oq buyushcha atroflarimiz. Gartenzamiz o'sha gulla bo'ldi. Mana bitta flokslarimiz ochilgan. Mana qaranglar. Qo'nchalarni qaranglar ko'pligini. Juda ham zo'r. Chiroyli bo'lib ochilib yotibdi.
Mendan olib ketganlar bor edi, sizlarniki ham ochilib qolgandir, fruktlaringlar. Bitta sarvatir gullarimiz. Qaranglar. Juda ham zo'r bo'lib ochilib yotibdi. Bokslarimiz ham juda ham zo'r bo'lib gullab yotibdi. Yam-yashil baylari ham bitta kasali yo'q. Qaranglar. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana shunaqa qilib bugungi videomizni tugatamiz. Sizlar bilan har doimgidek Muhammad Ali bo'ldi. Toshkent shahar Chorsu gullari Muhammadalini kuzatib borishda davom etinglar. Obunachilarimizni ko'paytirish maqsadida like, kommentariyalarni ayamasliklarini so'raymiz. Bizning videolarimizni eng yaxshi ko'rgan insonlarga tarqatib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.